Oxirgi paytlarda juda ko'p bemorlar murojaat qilishyapti. Taxikardiya, ya'ni yurakni normadan tez urishi. Bu qachon bu diagnoz qo'yiladi? Yurak urish soni, CSS deymiz, chastota 90 tadan yuqori bo'lganda bu diagnoz qo'yiladi. Taxikardiyaning bir nechta turlari bor. Oddiy taxikardiyani tushuntirib beradigan bo'lsam, buni xavfli tarafi nimada? Xavfli tarafi organlarga yaxshi kislorod yetib bormaydi, yaxshi qon yetib bormaydi va shuni natijasida organlarda gipoksiya rivojlanadi. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Masalan, yurak mana shunaqa qisqarishi kerak normada, taxikardiyada tez qisqarganning hisobiga oxirgacha qonni o'tib bera olmaydi. Mana shu tomirlarga qonni o'tib berishi hajmi kamayadi. Shuni hisobiga organlarda gipoksiya bo'ladi. Buni sabablari kardiologik sabablari bir qatorda bo'lsa, lekin ko'p uchrayotgan, hozirgi paytda yoshlarimiz ko'p kelayotganda sababi qalqonsimon bez muammolari va kuchli anemiya, kuchli oqsil yetishmovchiligi va kuchli temir tanqisligida mana shu holatga guvoh bo'laman. Shuning uchun davolayotganda birinchi navbatda yurakning o'ziga yo'naltirilgan terapiya emas, aynan qon tomirlarga, qonni shaklli elementlariga va oqsillarga qaratilgan lecheniyada effekt yaxshi bo'lyapti va sizlar ham bunga e'tiborsiz bo'lmanglar. Sizda taxikardiya rivojlandimi? Tezgina vrachga murojaat qilinglar.